hatto bolalarini orasida, farzandlarini orasida munosabatni ikki xil qilgan ota-ona zolimdir degan Rasululloh hadislari bor. Bu nima degani? Bitta bolasi o'rtacha pul topadi, bitta zo'r pul topadi. Ko'p ota-onalarda uchraydigan xatolardan bittasi yaxshi joyda ishlaydigan, yaxshi pul topadigan bolasiga boshqacha muomala qiladi. "Key bolam o'tir" deydi, yoniga o'tkazadi. "Tezda go'sht qovurib olib keling, kelin" deydi. Pul topmaydigan bolasiga "Ha, keldingmi, yaxshimisan? Ha, bo'pti, so'rab qo'y" deylar deydi. O'tiran demaydi. "Yaxshimisan, so'rab qo'y." Bu degani tur yo'qol degani, hali tarjima qilib gapirsiz. Nima bo'ladi u bola? Конечно, dili ranjiydi. Chunki u jinniga ham yasnaku. Nimaga buni bo'layotgan? Ota-ona adolatlik bo'lishi kerak. Shuncha Rasululloh alayhisalom bolalaringni orasini ajratmanglar. Erkalatishda, yoshligida bo'lsa, muomalada ko'rishishda.